Farg'onada ekologiya inspektoriga kuch ishlatgan hokim o'rinbosari ishdan olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida ekologiya qo'mitasi inspektori xizmati vazifasini bajarish jarayonida zo'ravonlikka uchragani aks etgan videolar tarqaldi. U aholi murojaati asosida holat joyiga yetib borgan va noqonuniy daraxt kesish holatini aniqlagan va jarayonni to'xtatib, hujjatlarni rasmiylashtirishga kirishgan. Ammo shu vaqtda tuman hokimi o'rinbosari inspektorning qonuniy faoliyatiga to'sqinlik qilib, unga nisbatan kuch ishlatgan va Milliy gvardiya xodimlari yordamida uni tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. Ekologiya milliy qo'mitasi mazkur harakatni keskin qoralab, mansabdorlarni qonuniy javobgarlikka tortish bo'yicha choralar ko'rilishini ma'lum qilgan. Mazkur holatni o'rganish maqsadida mutasaddi idoralar tomonidan ishchi guruh tuzilib, vaziyat atroflicha tekshirilgan. Olib borilgan tekshiruvlar natijasida Buvayda tumani hokimi o'rinbosari Xidirov lavozimidan ozod etilgan. Shuningdek, holat bo'yicha viloyat prokuraturasi tomonidan ish qo'zg'atilgan bo'lib, hozirda surishtiruv harakatlari amalga oshirilmoqda. Yakuni bo'yicha hokim o'rinbosarining xatti-harakatlariga qonuniy baho beriladi, deyiladi xabarlarda. Bermaymi? Nimaga beramiz? Bir ko'layapti, qo'yapti, tahririya. Olimda daraxt kesasiz. Aka, qo'yapman men, kesmayapman. Kesarsan, mana. Deb qo'yapman. Men isbotlayman. Kesib tagidan bo'ladi. Arrani ber. Bu kran ko'layapti. Boring xodimlarga gap. Arrani ber dedim. Berilmaydi. Ber arrani. Bermaymi? Arrani ber. Bermaymi? Bermaymi? Davlat xodimi. Bermaymi? Ana xodimlar turibdi. Ana xodimlar. Bermaymi? Hozir arrani. Bering arrani. Sotib olaman. Haqqim bor. Sotib olishga haqqim bor. Mana xodim. Arrani bering. 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 Mana yoqqa yuring, yozma. Shu shaqir. Voy, arrani olib, qo'y. Arrani. Olib qo'y. Olib qo'y. Olib qo'y arrani. Olib qo'y. Nima endi? Nima haqqingiz bor? Ekologiya. Qara gapiring. Haqqingiz bor, bosimni. Nima haqqingiz bor? Nima haqqingiz bor? Davlat qiyamasi men davlat qilyapman. Nima haqqingiz bor? Nima haqqingiz bor? To'singlar. Videoga olmanglar, to'singlar. To'singlar, videoga olmanglar. Nimaga buni bo'lyapti? Hozir tadbirkorning oldida buni unaqa qilishlik noto'g'ri-da xodim. Qonunga turibsiz, dokumentingiz yo'q deydi. Kimda dokumenti yo'q? Hammani dokumenti bor.